Assalomu alaykum vatandoshlar, surxondaryoliklar, Makler Otabek YouTube kanali kuzatib boruvchilari, obunachilar. Hozir sizlarga yana bitta foydali videorolik chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bitta like tugmachasini bosib eslaringizdan chiqmasin. Sizlar so'ragandilaring, yangi uylardan, g'ishlik uylardan, xonalari keng bo'lgan uylardan chiqaringlar deb. Mana hozir chiqaryapmiz. Hozirgi turgan lokatsiyamiz Termiz shahar. Piadi Azbek restorani orqa tomonda qurilgan 2010-yil qurib foydalanishga topshirilgan yangi 4 qavatli domlar 3-qavatiga bo'lib turibdi. Bu yerda jami 68 kvadrat metrni tashkil etayotgan g'ishlik 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. Hozir sizlar bilan to'liq uyning planirovkasini ko'rib chiqamiz. Hozir turgan xonamiz spalni xonasi hisoblanadi. Mana shifti balandligini ko'ryapsizlar o'zlaring. 320-330 dan baland. Xonaning o'lchamlarini, ya'ni uyning chertojlarini Telegram ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, narxini oxirida aytib o'taman. Keling. Mana ko'rib turibsizlar, bu tashqi eshik. Tashqi eshikdan kirganda o'ng qo'l tomonga oshxona, chap qo'l tomonga esa sanajullar joylashgan. Sanajullar alohida. Bu vanna xonasi oxirigacha kafillangan. Bu esa hojatxonasi. Ko'rsating. Endi esa oshxonasini ko'rib o'tamiz. Mana hozir men turgan xona oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani balkonga chiqargan. Bu yerda ham bemalol bitta xona qilib foydalansalaring bo'ladi. Mana bu xonadagi bu shkaf, muzlatgich bular qoladi. Bu esa oshxonamiz hisoblanadi, ya'ni balkonga chiqarilgan. Gaz plita, moyka, hamma sharoitlar bor. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q bu yerga. Bu esa bemalol ovqatlanish uchun mana joylar qilingan. Keling, endi mehmonxonasini bir ko'rsatib o'tamiz. Keling. Bu esa ya'ni ikkinchi xonasi, mehmonxonasi. Uyda barcha gilam, pardalar qoldiriladi. Mana ko'rib turgan bu konditsionerlarning ham tashlab ketiladi. 4 qavatli domlarning 3-qavatida 68 kvadrat, ya'ni g'ishtdan ko'tarilgan uyning narxi 435 million so'm deb baholandi. Hech qanaqa barter, ikkilamchi bo'lmaydi, faqat naqdga sotiladi. Mana shunaqangi lokatsiyasi zo'r joydan uy izlab yurgan qarindoshlaring bo'ladimi, do'stlaring bo'ladimi, tezda jo'natib qo'yinglar. Kommentga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bog'lanish uchun nomer aytaman, 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga murojaat qilinglar. Chetda yurganlar uchun WhatsApp, Telegram, Imo ishlamoqda. Biz bilan video oxirigacha qolganingiz uchun sizga rahmat. Keyingi foydali video va kontentlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.